o'shani men mana shu muddatda qila olishim kerak degan narsani o'zingizga qo'ysangiz va unga mas'uliyat olsangiz, albatta erishasiz. Agar siz orzu qilsangiz-u uni shunchaki men pul ishlashni xohlayman, shuning uchun kompaniyaga ishga kirganman desangizda, lekin o'zingiz hozirgi yuqorida aytib o'tgan narsalarni takrorlab yuraversangiz yoki sizni fokusingiz bugun kompaniyada, ertaga to'yda, indin boshqa kompaniyada, yana bir kundan keyin deylik tug'ilgan kunda, yana bir kundan keyin boshqa narsada bo'lib yursa ham, siz maqsadingizga erishishingiz juda qiyin bo'ladi. Qachon inson maqsadiga juda tezlikda va umuman erisha oladi degan savol. Birinchi o'rinda siz maqsadingizni qo'ygandan keyin sizni kallangizda doim birinchi o'rinda o'sha turishi kerak. Ya'ni birinchi o'rinda maqsadingiz, nima qilmoqchisiz, nimaga erishmoqchisiz, nima olmoqchisiz, deylik misol uchun olmoqchisiz mana bu narsani, demak mana shu narsani olish uchun sizda doimiy ishtiyoq bo'lishi kerak, doimiy harakat bo'lishi kerak, doimiy shuni olishingiz uchun qilishingiz kerak bo'lgan narsa, ya'ni qilishingiz kerak bo'lgan ishni bilishingiz kerakda. Uni ishimiz, masalan, bunga erishish uchun lично bizni kompaniyada siz qilishingiz kerak bo'lgan narsa bu taklif, sizni orzuyingizga erishtiradigan, maqsadingizga erishtiradigan narsa insonlarni taklif qilish degani. Shuning uchun men doim aytaman, har kuni 5 ta odamga agar intizomli ravishda, intizomli bo'lib 5 ta odamga informatsiya berib borsak, bugun siz deylik qanaqa ishingiz bo'lgan taqdirda ham mayli ishingiz qilavering, bir kunda, bir sutkada 24 soat bo'lsa, siz 8 soatini uxlaysiz, 2 soatini deylik ovqat yeyishlarga o'tkazasiz yoki 2 soatini boshqa narsaga o'tkazasiz. Vaqtingizni taqsimlab chiqqan taqdiringizda ham sizni bu biznes uchun vaqtingiz ortib qoladi. Ya'ni demoqchiman, 2 soat biznes uchun ajratsangiz yetarli bo'ladi. Davlat ishda ishlab turgan bo'lsangiz ham yoki deylik o'zingiz qanaqadir biznesingiz bor, tikuvchilik qilasizmi, salonda ishlaysizmi yoki boshqa bir ish qilasizmi, lekin buning uchun misol uchun bemalol 2 soat vaqt ajratsangiz yetadi. Ya'ni 2 soat ichida 5 ta odamga taqdimot o'ta olamiz, to'g'rimi? Asosiysi siz o'sha insonga taqdimot o'tganingizda olsa, olmasa, qilsa, qilmasa siz o'tishingiz kerak. Chunki misol uchun deylik sochini kesadigan odam, soch strижка qilayotgan deylik salondagi qiz, o'sha nima maqsad bilan o'tiribdi shu yerda? Bir-ikki so'm pul ishlash uchun kelgani, o'sha har kun o'sha soch kesish bilan pul ishlaydi, shuning uchun o'shani o'ylaydi. Ya'ni mijoz kelsa, o'shani sochini kesib qo'ysam, pul ishlasam yoki tikuvchi ham xuddi shunday. Mijoz kelsa, narsasini tikib bersam, pul ishlasam. Bizniki mijoz bizlar mislaymiz. Biz mijozimiz aynan kasal bo'lish shart emas, aynan sotuvchi bo'lish shart emas yoki aynan iste'molchi bo'lish shart emas. Bizni mijozimiz har xil odam bo'lishi mumkin. Ya'ni bunisi ham va oxiri biznes qiladigan kuchli bir shaxs ham bo'lishi mumkin va undan tashqari har xil shu bemor bo'lishi mumkin, sog'ligini tiklashni xohlaydigan, sayohatga chiqishni xohlaydigan inson ham bo'lishi mumkin. Shuning uchun men doim aytaman, bizga har bir inson mijoz bo'la oladi. Chunki biz har xil yo'nalish beramizda, faqat sog'liq bermaymiz-ku. Misol uchun sog'liq beramiz, kimgadir kerak. Misol uchun sayohat beramiz, kimgadir bu kerak. Kompaniyasiga odamlar bor, o'tirishlarni yaxshi ko'radigan, ya'ni o'tirishlarimiz bor, chaqirib, keling birga o'tiramiz deb chaqirsak bo'ladi. Undan tashqari deylik, biznes qilaman, pul ishlayman degan insonlarni taklif qilishingiz mumkin, iste'molchini taklif qilishingiz mumkin, sotuvchini taklif qilishingiz mumkin. Uni kasbini, uni jinsini, uni yoshini, uni deylik dinini, uni deylik millatini bizga hech qanaqa aloqasi yo'q. U inson agar asosiysi har biri bizga mijoz bo'la oladi. Qaysidir yo'nalish bilan mijoz bo'la oladi. Agar mana 12 yil chetda ishlayotgan bo'lsam, 13 yil shunday komandamda shunaqa insonlar bo'lgan, umuman biznes ham qilmagan, mahsulot ham ichmagan, hech narsa qilmagan,
Prosta shunchaki kompaniyamizda deylik bayramlar bo'ladi, taqdimotlar o'tkazamiz, bayramlarda o'tirishlar bo'ladi, kompaniyani tug'ilgan kuni bo'lishi mumkin, boshqa shunaqa tadbirlarimizda taklif qilsam, doimiy qatnashgan o'zimni tanishim bor, doimiy qatnashgan, hozirgacha ham agar kel desam keladi, o'sha narsa unga ma'qul. Shunaqa insonlar ham bizga xuddi shunday mijoz bo'lib yuradi va bir kuni albatta nimadir mahsulotimizdan baribir olib ichishni boshlaydi. Albatta ichadi, chunki har safar kelib bitta narsani ichishni o'rgangan keyin albatta mahsulotni ham olishni boshlaydi. Shuning uchun biz nima qilamiz? Nima uchun kompaniyaga keldik? Mana shu kompaniyaga o'zizga savol berishingiz kerak. Nima uchun kelgansiz? Pul ishlash uchun. Qancha pul ishlashimiz kerak? Buni ham bilmaymiz. Qancha ko'p kerak bo'lsa shuncha yaxshi deymiz. Savol bersam agar, mana shu eng katta xatolarimizdan biri. Qancha ko'p kerak bo'lsa shuncha yaxshi emas, aniq bilishimiz kerak. Bizga qancha pul kerak. Endi deylik sizga 100 ming kerak bo'lsa yo 10 ming kerak bo'lsa, nima uchun kerak sizga ana shu narsa? Kerakmi yo'qmi? Bir xil aytadi-ku, menga mashina kerak, menga 100 ming dollar kerak, menga 10 ming dollar kerak deydi-da, harakat qiladi-da. Lekin taslim bo'lib biznesdan ketib qoladi. Bilingki, ana shu 10 ming dollar yoki shu mashina unga kerak emas edi. Agar kerak bo'lganida u o'shani ichida yurib, o'shani olishga harakat qilgan bo'lardi. Shuning uchun biz bilishimiz kerak bu narsani. Sizga o'sha mashina kerakmi yoki deylik 10 ming dollar kerakmi? Nima uchun kerak? Sizga mashina nima uchun kerak? Yoki deylik sizga 10 ming dollar shunchaki aytgan bo'lmang uni. Pul hammaga kerak. Pul. Shuning uchun menga 10 ming dollar kerak. Endi sizga 10 ming dollar nima kerak? Misol uchun deylik kimdir deylik uy olmoqchidir, kimdir deylik mashina olmoqchidir, kimdir deylik to'y qilmoqchidir, kimdir yana boshqa tilla olmoqchidir. Endi hammani o'zidan kelib chiqqan holatda qanaqadir deylik maqsadi bo'ladi. Endi o'sha pul nima uchun kerakligini aniqlasangiz, keyin mana shu deylik uy uchun kerak desangiz lekin sizda hozir yashab turgan uyingiz bo'lsa, ana shu uy siz prosta shunchaki yana bitta havas bilan deylik, ana bu yangi qurayotgan uydan olaman deb havas qilib aytib qo'ygan bo'lsangiz ham, siz tezlikda taslim bo'lasiz. Chunki uy sizga kerak emas. Shunchaki havas bilan aytgansiz. Qachon u sizga 100% havas emas, 100% ichingizdan kerak bo'lsa, siz hech qachon taslim bo'lmaysiz. Aniq taslim bo'lmaysiz. Bu meni hammasi boshimdan o'tgan o'rtoqlar, hammasi. Mashina olishga ham, uy olishga ham, boshqaga ham bor-ku, shunchalik kuchli xohishingiz bo'lishi kerakki, ana shunda erishasiz. Agar u kuchli daji bor-ku, shunday holat bo'ladi. Mashina olishni xohlaysiz, sizga qanaqa mashina kerak desa, menga misol uchun BYD kerak. Xo'p, BYD kerak. Siz BYDga havasingiz kelib olaman deb yurgandingiz-u, lekin misol uchun bitta hamkoringiz boshqa qaysidir mashinani minib keldi, chiroyli mashinani, deylik u BYD emas, Malibu bo'lsin, boshqa siz ko'rib, voy deb shunday u mashinaga havasingiz kelib qolsa, bilingki, siz BYD emas sizning mashinangiz. Chunki odam qarorini o'zgartirmaydi hech qachon. Agar sizda aynan sizni xohishingiz o'sha BYD bo'lsa, undan chiroyliroq, undan zo'rroq mashinani ko'rib qolsangiz ham siz qaroringizni o'zgartirmaysiz. O'zingiznikida turasiz. Yo'q, men ana shuni olaman. Nima uchun? Qizlar, yigitlar bir-birini yaxshi ko'rib qolganida qancha chiroyli qizni, qancha aqlli qizni, qancha yaxshi oilaning qizini ko'rsatgan taqdiringizda ham olmayman, o'sha o'zimni qizimni olaman deb turib oladi. Sabab uni maqsad bitta, o'sha kerak, o'sha qiz kerak, o'shani sevadi, o'shani yaxshi ko'radi, o'shani oladi, bo'ldi, boshqani eshitmaydi. Xuddi shunday bo'lish kerak, o'rtoqlar. Siz sevishingiz kerak olayotgan narsangiz, chin yurakdan xohlashingiz kerak, chin yurakdan sevishingiz kerak. Ana shunda siz hech kimni eshitmaysiz, hech narsani ko'rmaysiz. Sizning aniq yo'lingiz
bo'ladi, aniq maqsadingiz bo'ladi. Qanday qilsangiz, nima qilsangiz o'shanga erishish planingiz, rejangiz bo'ladi. Ana shu reja bilan yurasiz va albatta o'sha o'zingiz xohlagan narsaga erishasiz. Albatta erishasiz. O'shani qilsangiz rejani. Shuning uchun tizim kompaniyada tayyorlangan. Har bir kompaniyaga tizim tayyorlangan. O'sha tizim orqali siz o'zingizning maqsadingizga albatta yetasiz. Faqat o'sha maqsadingizni to'g'ri qo'ya olsangiz va maqsadingizni o'sha aynan sizniki bo'lsa, kimgadir havas qilib qolib, chunki kompaniyada ishlab yuribmiz, mana necha yildan buyon sizga havas qilaman deydi-yu, shu mana esdan ertasi kuni masalan meni yoki sizni ko'rmasa esdan chiqib ketib, yana o'z ishi bilan yuraveradi. Yo'q, siz havas qilmang, siz xohishingiz, istagingiz kuchli bo'lsin. Ana shu narsa sizni uxlatmaydi, ana shu narsa sizni ovqat yeyishga qo'ymaydi, ana shu narsa sizni uxlatishga qo'ymaydi, ana shu narsa sizni xayolingizni buzishga, boshqa tomonga qarashga qo'ymaydi-da, faqat kallangizda shu narsa turadi. Qanday qilib bo'lsa ham shu narsaga erishishim kerak degan narsada. Shuning uchun to'g'ri qo'yishni o'rganishimiz kerak. Uning uchun qarang, birdaniga katta narsani orzu qilib qo'yadigan bo'lsangiz, unga erishish qiyin bo'lgani sababli siz deylik katta narsani qo'ydingiz va erisholmasangiz, siz ichki ruhiy tushkunlikka tushib qolasiz. Ya'ni ichingizdan tushkunlikka tushasiz, miyangiz o'zingizga o'zingiz bu yoqdan og'zingiz bilan men shuni qilaman deganingiz bilan o'sha miyangizdachi ishonch yo'qoldi. Ya'ni sizning miyangiz buni qila olmaysan degan narsani aytadi. Ya'ni shunaqa fikrni bildiradi. Xohlamasangiz ham xohlaysiz, chunki siz o'zingizda ichki ruhiy tushkunligingiz bo'lgani uchun u miyangizga signal beradi baribir. Shuning uchun birinchi biz kichkina narsadan boshlab o'zimizni ruhan bunga tayyorlab, o'zimizni taqdirlab, o'zimizni maqtab qilgan ishimiz uchun o'zimizga mana bu yerda faqat o'zingizni maqtamaysiz. Siz kichkinagina ish qilsangiz, kompaniya shunisi yaxshiki, sizni taqdirlashadi, sizni sovg'a bilan taqdirlashadi, sizni zo'r deb maqtashadi, sahnaga chiqarishadi. Mana bu nima uchun qilinadi? Biron marta o'ylab ko'rganmisiz? Biron marta shu haqda o'ylab ko'rganmisiz? Nima uchun kompaniyada masalan siz kichkinagina ish qilsangiz yoki deylik xarid bo'lasiz yoki deylik kvalifikatsiyani eng kichigini yopsangiz yoki ikkitagina odam xarid qilsangiz ham nima uchun sizni tabriklashadi, nima uchun deylik sizni sahnaga chiqarishadi, nima uchun sizni olqishlashadi, bilasizmi? Bu insonni o'stiradi, o'ziga bo'lgan ishonchini o'stiradi, o'ziga bo'lgan ishonchidan tashqari mana o'ziga nisbatan ruhan mana men qila olaman degan narsa o'zida rivojlanishni boshlaydi, o'sishni boshlaydi. Shuning uchun bu narsa kompaniyalarda doimiy qilinadi. Ya'ni siz ikkita ish qilib qo'ysangiz, siz молодец, mana qila oldingiz desam, demak bu sizda o'sish bor, qila oldim deysiz va keyingi etapga yaxshi o'tasiz. Ya'ni yanada ishonch bilan, yanada qila oladigan. Agar siz qila olmasangiz, nima uchun masalan yosh bolalarda, kichkina bolalarda uyda ota-onalarga, misol uchun hozirgi oldingi paytda aytilmagan, hozirgi paytda bolalaringizni unday qilib urishmang, bu gapni aytmang deb aytiladi. O'sha masalan siz bolangizni sen qila olmaysan, qo'lingdan kelmaydi, jim o'tir deb anaqa doim uni sindiraversak, u sinadi. Agar biz uni qila olasan, qo'lingdan keladi deb podдержка qilsak, davay chiq sahnaga, sen молодецsan, kichkinagina ish bilan молодецsan deydigan bo'lsak, u ruhan o'sishni boshlaydi va o'ziga ishonchi ortib boradi. Miyasi uni signal beradi, qila olasan degan. Shuning uchun kichkina narsadan boshlashimizga to'g'ri keladi. Misol uchun siz katta narsani xohlaymiz, hamma to'g'rimi? Deylik, katta orzularimiz bor. Bu zo'r, yaxshi. Masalan, yozing bu narsani, faqat vaqtini to'g'ri qo'ying. Misol uchun deylik, 2 yildan keyin qo'yishingiz mumkin, 3 yilga qo'yishingiz mumkin, lekin ungacha bo'lgan vaqtda siz o'zingizni kichkina maqsadchalaringizni qilib borishingiz kerak. Deylik, hozir noyabr oyi bo'lsa, dekabr oyi bo'lsa, mana 1 oy o'zingizga vaqt qo'yib, yanvar oyida mana shu kunigacha siz nimani qila olasiz, nimani xohlayapsiz, kichik
kichikroq narsani yozishingiz kerakda. Albatta qilishingiz kerak. Lekin biz shunchalar befarq insonlarimizki, hozirgi paytda o'sha kichik narsani ham yozamiz, o'shani ham deb qilmaymiz. Qilmaganimizdan keyin nima bo'ladi? Yana o'sha shu qilolmadim-ku, bo'lmayapti-ku, hech kim kelmayapti-ku, taklif qilmayapti. Qachon sizni orqangizdan odam keladi? Qachon sizni o'zingizga nisbatan ishonchingiz bo'lsa, o'zingizga nisbatan ishonchdan tashqari mana gapman shunaqa kichkinagina deylik qo'ygan orzularingizni bajarishni boshlasangiz, shunda siz gapirasiz, sahnaga chiqasiz, rasmga tushiramiz. Mana bu narsa sizga ishonch uyg'otadi, siz buni gapirishni boshlaysiz. Keyin mana men buni yozgandim, qildim, men buni aytgandim, bajara oldim degan narsani nafaqat o'zingiz, boshqalarga ham gapirishni boshlaysiz. Shuning uchun birinchi biz 3 oylik o'zimizga maqsadlarimizni yozamiz. 3 oyligini, misol uchun 1 oy deylik, yanvar bo'lsa, fevral, mart, 3 oyda, demak har oyga o'zingizga kichik maqsad qo'ying. Uyingizda, misol uchun, oilangiz uchun, farzandlaringiz uchun, o'zingiz uchun nimadir kichkina narsa kerak, lekin biz nima qilamiz? Svet pulini to'lash kerak, gaz pulini to'lash kerak, uyga go'sht olish kerak, moy qolmay qoldi. Farzandim kontraktini to'lash kerak edi, bu edi. Qanaqadir teshiklar shunchalar ko'pga yopish kerak. Endi sizni o'sha nimadir xohishingiz faqat orqaga surilib ketaveradi, olinmaydi. Uyingizga deylik manti qozon olmoqchisiz, hech ola olmaysiz. Yoki misolda aytyapman bu narsalarni. Yoki deylik o'zingizga bittagina sumka olishingiz kerak, sumkangiz eskirib qolgan, hech yangila olmaysiz. Sabab ana shunaqa kamchiliklar ko'p. Shuning uchun siz agar o'zingizga yozsangiz, men o'zim uchun mana shu oy, 1 oy yanvar oyida men o'sha band qozonni olaman yoki sumkamni olaman yo soatimni olaman desangiz, u qay holatda siz aytgansiz, bo'ldi, gapirdingiz. Endi o'zingizni mas'uliyatli inson sifatida sanab, o'zingizni mas'uliyatli biznesmen hisoblab o'sha narsani olsangiz, bo'ldi, siz bir qarich o'sasiz. Undan keyin bir marta qilib ko'ring shu narsani, keyin o'zingiz menga aytasiz, haqiqatda o'sdim deysiz. Endi o'sha narsani bajarib bo'lganingizdan keyin 2-oyda yozgan yana bitta maqsadingiz bor deylik, yana nimadir yozgansiz, uni ham bajarasiz. 3-oyda unisini ham bajarasiz. Endi o'sha kichkinagina yozgan orzuchalaringiz, maqsadchalaringizni 3 oy qilsangiz, bu 90 kun, o'zi 21 kun bir narsani takrorlasa, bu meni gapim emas, bu o'sha olimlarning gapi-ku. 21 kun bir narsani takror aytaversa, odam miyasiga zapis bo'ladi bu narsa. 30 kun siz bitta narsani qilaman deb qayta harakatingizni bir xillikda qilib, o'sha narsani 90 kunning ichida 3 ta agar o'zingizga kichik orzu maqsadchalaringizga erishsangiz, bu sizni 3 qarich o'stirdi degani. Shunda siz o'sha mas'uliyatli bo'lib qolasiz. Shunda siz katta orzular uchun o'sha katta qadam tashlashni boshlaysiz. Qo'rqmaysiz, tavakkaldan ham qo'rqmaysiz, mahsulot olishdan ham qo'rqmaysiz. O'z-o'zidan sizga pul keladi, o'z-o'zidan yo'l ochiladi, o'z-o'zidan sizga hamkorlar kelishni boshlaydi. Sizga kutilmagan tomondan pul keladi, kutilmagan tomondan hamkor chiqadi, kutilmagan tomondan Alloh o'zi sizga yo'llar ochaveradi. Endi shundan keyin biz nima qilamiz? O'sha kattaroq orzularimiz qilamiz. 3 oydan keyin 6 oyga o'tishimiz kerak. 6 oyning ichida nima ishlar qilmoqchimiz? Undan keyin 1 yillik, undan keyin 2 yillik, 3 yillik planlarimiz qilamiz. Ertaga vaqt o'tadi, 1 yil o'tadi, 2 yil o'tadi va siz haqiqatda o'sha katta komanda, katta o'zingizni charxpalagingiz bor. O'sha o'tgan safar aytganimdek, o'sha charxpalagingiz orqali doimiy sizni keladigan, kelib turgan o'sha har doimgi daromadingiz orqali, demak o'sha o'zingizni xohishingiz bo'lgan deylik, uymi, mashinami, o'sha narsani ola olasiz. O'rtoqlar,
boshimdan o'tgan narsani gapirib beryapman. Hech narsani tashqaridan darslar olganman, o'qiganman, daftarlarim to'lib yotdi. Hozir sizga boshimdan o'tganini gapiryapman. Uyim bo'lmagan o'zimni, uyimni olishim uchun ana shu kichik qadamlar bilan tarmoqli marketingda ish boshlaganman. Kichkina ana shunday qilasan desa qilganman. O'rtoqlar, men bilaman demanglar. Iltimos sizlardan, sizni shu paytgacha olgan bilimlaringiz, institutda, uyingizda, ota-onangizdan yoki yon atrof, qo'shni do'stlaringizdan olgan bilimlaringiz bu yerda ishlamaydi. Buni o'zini bilimini, o'zini tizimini, o'zini marketingini, o'zini qonun qoidasini qilish kerak. Agar erishmoqchi bo'lsangiz, xuddi shu holatda yurganman. Ishlaganimdan keyin taslim ham bo'lib qolganman. Ma'lum muddat o'sha ishlagan paytimda taslim bo'lganimda o'zimga o'zim aytganman, hozir taslim bo'lib bu ishni qilmasam nima ish qilaman? Xo'p, diplomim bor, borib ishladim. Har oy oylik olaman. Uni qayerga yetkazaman? Kvartiraga to'laymanmi, ikkita bolamni boqamanmi, kiyintiramanmi, o'zim kiyinamanmi? Men bu holatda yashab ko'rdim-ku. Yana xuddi shu holat davom etadi. Qila olmayman-ku. Lekin menga shu imkoniyat berildi-ku. Nima uchun taslim bo'lishim kerak deb o'zimni yana majburlab yana ketganman va 2,5 yilda men uyimni olganman. Bitta ham emas. Yana ketma-ketlikda ikkita uy olganman. Ketma-ket bo'lgan bu narsa. Bilasizmi nima? Sekinlik bilan boshida ishlaysiz. Bu sekinlik bilan kam daromad, ertaga katta daromad kelishni boshlaganida sizga, misol uchun deylik, sizni komandangizda hozir 2 ta odam bo'lsa, ertaga deylik 20 ta, indinga 200 ta, bir kun 2000 ta bo'ladi. Lekin bitta o'zingiz tasavvur qiling, 2000 ta odam sizga o'xshab agar 2000 ta taqdimot o'tsa, sizga 2000 bitta odam kelmaydi, 4000 ta odam keladi. Shuning uchun sizni, ya'ni katta maqsadlaringizga erishishingiz oson bo'ladi. Boshida kichkina maqsadga erishish ham qiyin. Keyin bo'lsa katta maqsadga erishish ketma-ketlikda oson bo'ladi. Hammasi ketma-ket ketaveradi. Shunda ko'rasiz. Bitta emas, 2 ta uy olasiz, bitta emas, 2 ta mashina olasiz. Kerak bo'lsa 3-chisini ham olishingiz mumkin. Sayohatlar ham ketma-ket ketadi. Asosiysi taslim bo'lmang. Asosiysi maqsadni to'g'ri qo'ying. Asosiysi sizga nima kerakligini biling, aniq biling. Shunchaki havas bilan emas, aniq biling. Haqiqatda sizga keragi, hozir nima kerak bo'lsa, shuni qilishingiz kerak. Ana shunda siz o'zingizga, misol uchun maqsadlaringiz to'g'ri yozsangiz, yozish kerak, o'rtoqlar, yozinglar desam, yozmasangiz o'zingizni orzuyingiz uchun, o'zingizni hayotingizni o'zgartirish uchun, o'zingizni o'sha yangi sahifangizni ochish uchun ruchka olib yozishga erinsangiz, unda Alloh sizga bir nimandir berishga ham qiynaladi. Nimani? Biz to'g'ri, yana nima deydi, uyingizda deylik yig'ishtirilmagan bo'lsa, hamma narsa har joyda yotgan bo'lsa, o'zingiz xohlagan narsani, deylik, kiyimingiz yoki naskingiz yo bir nimani topa olmaysiz, chunki uyingiz mamdek hammasi har joyda yotadi. Qachon biz hamma narsani joy-joyiga taxlab, tekislab qo'ysak, shunda biz bilamiz qayerdan misol uchun naskini olish kerak, qayerdan misol uchun ichki kiyimimni olishim kerak, qayerdan misol uchun paltomni olib kiyishim kerak, yoki qayerda deylik oshxonada kastrulka turadi, qayerda tova turadi. Agar u mana bunaqa tursa, siz hech narsani topa olmaysiz, to'g'rimi? Xuddi shunday. Orzularingiz ham shunaqa bo'lish kerak, taxlangan bo'lish kerak. Ishingizda rejalangan bo'lish kerak. Erishmoqchimisiz, unda taxlaysiz orzularingizni ham. Ana shunday tekis qilib hammasini taxlab, o'shanga qarab intizom bilan qilishingiz kerak bo'ladi. Nima uchun ishga har kuni misol uchun ishlab turganlar har kun ertalab ishga boradi, soat 8 ga deyilsa 8 ga boradi, 9 ga bormaydi. 6 gacha ish bo'lsa 6 gacha ishda o'tiradi, 5 da ketmaydi.
Chunki mana shunday belgilangan bu narsa. O'sha belgilangan vaqt, belgilangan o'sha me'yor, o'shanga borasiz. Shuning uchun siz bilasiz, misol uchun deylik 2 million yo 3 million pul olasiz. Bu yerda ham xuddi shunday bo'lishi kerak. Siz belgilamasangiz, anaqa xaosda ichida yursangiz, belgilamasangiz, nima sizga kerakligi aniq bilmasangiz, qayerga ketayotganingizni bilmasangiz, yo'q. Misol uchun men aytsam, yangi Samarqandga deylik, kimdir ichlaringizdan birov keldi, Samarqand deylik, yaxshi bilmaysizlar, vokzal qayerda borishingiz kerak bo'lsa, vokzalga yo'lini bilmasangiz, vokzal to'g'risida ko'chada turgan bo'lsangiz ham aylanib yuraverasiz. Bu tomonga o'tasiz, bu tomonga o'tasiz, vokzalda izlaysiz. Yo'lingiz to'g'ri turgan bo'lgan taqdiringizda ham agar bilmasangiz. Bu oddiy misol sifatida aytyapman. Qachon siz yo'lingizni aniq bilsangiz, qayerga ketayotganingizda va manzilingiz o'sha nima deydi, anaqa finish qayerdaligini bilsangiz, ya'ni sizga kerakli bo'lgan, sizda o'sha olishingiz kerak bo'lgan, sizni xohishingizdagi narsa qayerda turganini bilsangiz va o'shanga yo'lni aniqlab olsangiz, ishingiz yaxshi ketadi. Bu nima? Demak, birinchi o'zingizni maqsadingiz va u maqsadga erishish uchun yo'l nima bu? Qaysi yo'l? Yo'limiz demak, birinchi mahsulotni bilish, marketingni yodlash. Marketing yodlamasangiz maqsadga erishish qiyin bo'ladi. Siz qayerdadir xatolarni qilib ketaverasiz. Shunday sizni komandangiz katta ob'yom bergan bo'ladi. Klub bonusini deylik bajarishingiz kerak. Sizga deylik 10 PV yetmay qolgan bo'ladi. Siz uni bilmaysizda o'tkazib yuborasiz. Yoki kvalifikatsiyangizga ozgina qolgan bo'ladi. Siz uni hisob kitobini bilmaysizda. Sizni komandangiz shuni ish qilib kvalifikatsiyaga yetkazib qo'ygan bo'ladi deylik. Sizga 20 PV yetmaydi, siz uni bilmaysiz, marketingni o'tkazib yuborasiz. Ana shunday imkoniyatni o'tkazib yuborish deyiladi. Ya'ni Alloh bizga imkoniyatni beryapti, biz o'tkazib yuborish kerak degan. Shuning uchun demak, marketingni yodlamasak bo'lmaydi, yodlashimiz kerak. Marketingni bilsangiz, xohlagan odamingiz bilan sporlashasiz, xohlagan odamingizga ustunligimizni ko'rsata olasiz. Xohlagan odamingiz marketingini o'zinikini o'tib berganda, o'zingizniki bilan solishtira olasiz. Solishtira olmasangiz, o'zingiz keyin uniki yaxshi ekan deysiz, yoki deylik sizga o'zinikini ustunligini ko'rsatsa, siz o'zingiz ko'rsata olmaysizda, keyin taslim bo'lib qo'yasiz. Shuning uchun o'zingizni marketingingizni, o'zingizni mahsulotingizni birinchi o'rinda bilishingiz kerak. Uning uchun yeyishingiz kerak, natijani o'zingizda ko'rishingiz kerak, marketingni yodlash kerak va har bitta qilayotgan qadamingiz, qo'yayotgan qadamingiz, sotuvingiz, qayta qilgan xaridingizni ko'rishingiz kerak. U nima bo'layapti, qanday bo'layapti, uni orqasidan qanaqa pul chiqyapti. Mana xarid qildim bu odamni, bundan menga qancha pul chiqdi? Sizga qancha chiqdi, sizga qancha chiqdi, menga nimaga buncha chiqdi, sizga nimaga buncha chiqdi degan savollar sizda doimiy bo'lishi kerak. Nima uchun deylik, bir xil ikkovimizdan bitta odam taklif qilsak, nima uchun menga 80 ming so'm, nima uchun sizga 200 ming so'm, nimaga bunga 150 ming so'm chiqdi. Buni farqini bila olishimiz kerak bo'ladi. Ana shu bizning yo'limiz, ya'ni o'sha maqsadimizga yetib boradigan yo'limiz va undan keyin bizda tizim nima bu? Shu masalan, kimdir 10 asosda o'tadi, kimdir 7 asos deydi, kimdir 8 asos deydi, lekin bunday olib qarasangiz, umuman bitta narsa aytib gapiriladi. Bitta narsa, ya'ni inson taklif qilish, qanday taklif qilish kerak, uni taklif variantlari to'g'ri qilish, lekin insonlar uni eshitishni xohlamaydi. Men bilaman deydi. Bilmaysiz, bilganingizda hayotingiz hozir boshqacha bo'lardi, o'zgargan bo'lardi. Shuning uchun bilish uchun harakat qiling, bilish uchun o'rganing. Nimani men o'rganishim kerak degan o'zingizga savol bering. Birinchi o'rinda, demak, men nima uchun bu biznesga keldim? Ana shu savol bo'lsin sizda, daftaringizga yozasizda, unga javob yozasiz. Men nima uchun bu biznesga keldim o'zi? Nima uchun keldingiz? Ko'p pul ishlash uchun. Nima uchun sizga pul kerak? Buni olish uchun. Bu nima uchun sizga kerak? Hammasi aniq bo'lsa, undan keyin yozsangiz bo'ladi. Undan keyin
kimdir sayohat qilishni istayman deydi, kimdir butun dunyoni kompaniya bilan aylanib chiqishni istayman deydi. Aniqlaysiz, men nima uchun bu biznesga keldim? Sizda bitta sabab bo'lishi mumkin, 5 ta bo'lishi mumkin, 10 ta bo'lishi mumkin sizning sababingiz. Qancha bo'lsa shuni yozavering, farqi yo'q, nechta sabab bo'ladi. Yozdingiz, men nima uchun bu biznesga kelganingizni aniqladingiz. Endi nima qilamiz? Bu biznesga erishish uchun nimalarni masalan o'rganishimiz kerak? Mahsulotni bilamanmi? Yo'q. Marketing bilamanmi? Yo'q. Tizimni bilamanmi? Yo'q. Taklif qilishni bilamanmi? Yo'q. Taklif qilgan odam taqdimotni qonun qoida bilan o'ta olamanmi? Yo'q. Hammasiga yo'q deyapsizmi? Demak, o'rganishingiz kerak. Ha, bilaman demang. Bilganingizda hozirgi holatda o'tirmagan bo'lardik. Bilmaymiz, shuning uchun o'rganishimiz kerak. Har kuni darsda o'rtoqlar, faqat men dars o'tishim shart emas. Bu daftarga yozish kerak va siz men dars o'taman deng. Chunki bitta narsani aytmoqchiman. Chunki siz faqat eshitasiz-ku, u sizni miyangizda qolib ketaveradi. Biz uni qachon chiqarib gapirishni boshlasak, u bizga zapis bo'ladi. Haqiqiy zapis shunda bo'ladi. Qachon gapirishni boshlasangiz, qachon eshitaverasiz. Mana o'zimda holat qarang, Peterga borib, kecha Moskvaga borib, shunaqa kuchli odamni darsiga kirganman. Darsini daftarimga yozganman. Men hozir sizga uni gapirib bera olmayman, lekin o'shani gapirishim kerakligini bilganim uchun 3 kundan beri uni konspekt qilaman-da, o'zimga o'zim uyda gapiryapman shuni. Ya'ni men uni gapirmasam, hozir sizga ham gapirib bera olmayman. Uni gapirib, repetitsiya qilishim kerak. Qachon siz, misol uchun, hozir biza bu yerda darsga chiqing desam, yo'q men chiqmayman desangiz, ya'ni demoqchiman, kamgina gapirsangiz ham hech kim ustingizdan kulmaydi. Ikkita mahsulotni aytsangiz ham mayli, lekin siz qadam qo'ygan bo'lasiz. Ertaga 3 tasini aytasiz. Endi marketingni aytasiz. Xato qilamiz, o'rganamiz. Xato qilmasdan iloji yo'q, o'rtoqlar. Xato qilib o'rganamiz. Oshni ham xato qilib pishirganmiz. Tikuvchilar ham birdaniga tikuvchi bo'lib ketmaydi. Nechta ko'ylakni buzib tashlaydi kerak bo'lsa. Boshqa tikuvchi kasb egalari ham xuddi shunday birdan professional bo'lmaydi. Shuning uchun o'rtoqlar, xato qilib o'rganamiz. Darsga mana har kun men chiqaman denglar. Bugun mahsulotni men o'taman, ertaga marketingni men o'taman deb o'z xohishingiz bilan bildiring. Men chiqaman deb bildiring. Bu siz uchun yaxshi bo'ladi. Endi nimalarni o'rganishim kerak? O'ziga yozing. Shuni o'rganishim kerak. Marketing bilmayman, taklif qilishni. Endi misol uchun o'zingizga savol bering. Men nimalar va qachon olmoqchiman? Nimalarni olishim kerak va qachon olishim kerak? Ana shu yerda siz orzungiz yozish texnikasi deyiladi. Ya'ni orzu yozish texnikasi shundan iboratki, misol uchun siz yozsangiz, men yanvarda buni olaman, fevralda buni olaman, martda buni olaman, avgustda buni olaman deb yozasiz-ku, u sizga tayyor shpargalka bo'ladi. 3 oylik, 6 oylik, 1 yillik, 2 yillik, 3 yillik shpargalka bo'ladi sizga. Mana shu orzu, mana shu nima va qachon sotib olmoqchiman deysiz-ku. Nima sizga kerak? Ko'ylak kerak yanvarda, martda mand qozon kerak, aprelda kirmoshinka kerak. Ana shunday yozganingiz xuddi ana shu sizga kerak bo'ladi. Shuning uchun bu sizni orzungizni yozib tayyor qilib berish deganida. Nima va qachon sotib olmoqchiman? Kimga yordam berishim kerak? Nima bilan yordam berishim kerak va qachon yordam berishim kerak? Siz daromad qilsangiz, boyisangiz emas, bugundan boshlab yordam berishni boshlang. Beruvchi bo'lamiz, olamiz. Hech qachon Alloh sizga o'z-o'zidan bermaydi. Qachon biz chiqarishni boshlaymiz, keyin olishni boshlaymiz. Birinchi beramiz, keyin olamiz. Ishoninglar, kichkina summadan bo'lsa ham boshlanglar. Bu narsani o'zingizga odat qilib qo'ying. Albatta, har kuni ertalab uyg'ondingizmi, misol uchun kimgadir nima bilandir yordam berishga harakat qiling. Kimgadir mahsulot sovg'a qilishingiz mumkin, kimgadir pul bilan qarashib yuborishingiz mumkin, kimgadir deylik sadaqa qilib yuborishingiz mumkin. Mayli
sizda hozir katta pul bo'lmasa, kichkina pul bilan qiling. 2000 bering, 5000 bering, lekin chiqim qiling. Ayniqsa biznesingiz uchun chiqim qiling. Siz biznes uchun chiqim qilishingiz shart, chunki biznes sizga pul beradi, lekin siz unga chiqarish qilishingiz kerak. Chiqarish demak bir martagina xarid bo'ldingizda bo'ldi, endi sizga biznesingiz deb pul beraveradi emas. Chiqim degani o'sha biznesingiz uchun deylik, bir nimani ish qurol sotib olishingiz mumkin. Biznesingiz uchun kimgadir deylik mahsulot sovg'a qilishingiz mumkin. Biznesingiz uchun kimgadir yaxshi ishlagani uchun sovg'a berishingiz mumkin. Biznesingiz uchun deylik yana kimdir deylik kvalifikatsiya yopdi, kimdir yangi xarid bo'ldi, bitta katalog sovg'a qilishingiz mumkin. Bular hammasi chiqimga kiradi, ya'ni chiqarasiz, olasiz. Shuning uchun kimga yordam beray, nima bilan yordam beray degan savollaringiz bo'lsin va unga javoblar yozing. Mana shular hamma javoblaringiz sizni orzungizni umumiy chiqarib, o'sha umumiy hammasini yozib chiqarib, o'sha oxirgi manzilchaga, ya'ni marraga olib boradi sizda baribir. O'sha qayerga bormoqchiman, qachon bormoqchiman, bu sizda ish rejangiz bo'ladi. Qayerga bormoqchiman, qachon bormoqchiman. Bugun ertaga deylik anoga klinikaga borib taqdimot o'tmoqchiman. Dam olish emas bu. To'y emas, gap emas, gashtak emas. Ertaga bu klinikaga borib prezentatsiya qilmoqchiman. Undan Maqsud bilan uchrashmoqchiman. Payshanba kuni Nasiba bilan uchrashmoqchiman. Deylik yakshanba kuni Nasiba Rahimqulova oldiga Gresga bormoqchiman degan rejangiz bo'lishi kerak. Ana shunda siz ertalab turasizda, sizni maqsadingiz aniq-ku, olishingiz kerakna, yo'lingizni aniqlab olgansiz-ku. Endi rejada bu. O'sha yozgansiz, orzularingiz, maqsad ham reja, unga erishish uchun demak borishingiz kerak bo'lgan joylar bor. Demak, mana ishga borasiz-ku 8 dan 6 gacha oylik olish uchun. Bu ham xuddi shunday, sizga pul kerakmi? Borasizda, qayerga borishim kerak? Daftaringizga qaradingiz, ertalabdan borishingiz kerak 5 ta taqdimot. Xohlasangiz 6 ta, xohlasangiz 20 ta bir kunda o'ting. Lekin 5 tadan kam bo'lmasin. Taqdimotlar komanda bilan ishlaganimizda shunday insonlarni ko'rganman, bir kunda 10 ta, 12 ta taqdimot o'tdim deganlarni bilaman. Menga отчет berishardi-da. Bugun 12 ta taqdimot o'tdim deydi bir xil. Bir xil 2 ta o'tadi, bir xil 5 ta o'tadi. Lekin 5 tadan kam qilmang. Bu biznesimizda qonun qoidasi shunaqa, ya'ni 5 ta taqdimot har kun bo'lishi kerak. Ya'ni xohlang 100% o'ting, xohlang telefon orqali taqdimot qiling, lekin hisoblang, hisob kitobingiz bo'lsin. Biznes hisob kitobni juda ham yaxshi ko'radi. Ana shunda siz 10 asosimiz yoki 7 asosimiz o'sha tizimimizdagi deylik biznesda o'sha birinchi, ikkinchi, ya'ni qadamlarini bajargan bo'lasiz. Hali qadamlari ko'p uni o'zini biznesda ana bo'lasiz. Qarang, bitta Abunoy fabrika bor ekanda, o'sha Abunoy fabrikada ishlaydi-ku, 2 ta menejeri bor ekan. Direktor aytibdiki, ikkovlaringni Afrikaga jo'natib yuboraman debdi. Afrikaga borasizlar-da, oyoq kiyim sotasizlar debdi Abunoy fabrikadan. Ikkoviga 2 vagon oyoq kiyim beribdi-da. Afrikaga jo'natib yubordi. Borsak hech kim oyoq kiyim kiymas ekan. Hamma qarabdi, qo'yibdi, oyoq kiyim yo'kin. Direktorga telefon qilibdi. Menga bilet olib bering, men qaytib ketaman, vagonni ham qaytaryapman, chunki bu yerda hamma oyoq yalang yuradi. Men oyoq kiyim sota olmayman degan ekan. Shunda u qaytib ketibdi, ikkinchisi aytibdi. Men maqsad kuchli ekanda, hozir men ana shu yerda agar oyoq kiyim sota olsam, ancha qilsam, buncha pul ishlayman degan hisob kitoblari bor ekanda uni. Hisob kitob qildi-da, aytibdi, yo'lini izlayman-da, topaman debdi. Kechasi bilan bo'lsa ham uxlamayman. Necha kun uxlamabdi-da, yo'lini izlab topibdi. O'sha Afrikada o'zini qabilalari bo'ladi. Qabilalarini boshqaradigan o'sha qabila boshqaruvchilari bo'ladi-ku. Nima deydi o'shanaqa odamlarni? O'shanaqa odamni oyog'ida oyoq kiyim bo'lar ekanda, itik bo'lar ekan.
qabilani boshqaruvchisini. Qolgan hamma oyoq yalang yurar ekan. Shunda u o'ylabdi-da, hammaga aytibdi. Demak, o'ziga o'ylabdi. Agar shu qabilani boshlig'ini etigiga o'xshagan etik sotsam, hamma unga havas qilgani uchun, hamma o'sha insondek bo'lishni xohlagani uchun sotib oladi, debdi-da. Direktorga telefon qildi-da, menga oq etik jo'natib yuboring, deb o'sha qabila boshlig'ini etigiga o'xshagan etikni so'rabdi. O'zi bo'lsa kechasi bilan o'ylab, tikonzorlarga borib, tikonlarni olib, yig'ib, uxlamasdan hamma joyiga sochib, sindirib qo'yib chiqqan ekanda. Odamlar ertalab yurganida oyog'iga tikonlar kirib, qonab, qiynalib qolgan ekanda. Bu uzun tuflisida, krossovkasida yurgan ekan. Unga qarab hamma hayron qolar ekan. Sen qayerdan olding bu narsani? San menda bor degan ekan. Shunda u hamma oyoq kiyimini sotib, yana o'sha qabila boshlig'ini etigiga o'xshagan etikni ham olib keltirib, uni ham sotishga uddasidan chiqolgan ekan. Ya'ni borib juda katta, keyin direktoridan katta daromad olib, katta pulga erishgan ekan. Nima uchun o'zi bu bunday olib qaraganda bu kichik bir pritsha aytiladi, lekin bundan biz o'zimiz xulosamizni chiqarishimiz kerak bo'ladi. Bu shunchaki kimnidir qiziqtirish yoki sizni zeriktirmaslik uchun aytilayotgan pritsha emas. Bundan har bir inson o'zini xulosasini chiqarish kerak. Ya'ni kimdir mana shu biznes kompaniya hammamizga bir xil imkoniyat beradi-da. Kimdir bu imkoniyatdan foydalanib, hayotini o'zgartirib, dunyoni ko'rib, sayohat qilib, pul ishlab, mashina, uy-joy qilib, farzandlarini kelajagi uchun yaxshi, deylik, fundament yaratib qo'yadi. Kimdir aytadi, bo'lmaydigan ish, bular moshennik, mahsuloti bir tiyinga qimmat, kompaniyalar va shu moshennik, ichidagi odam ishlaydigan hamkorlar ham yolg'onchi, sizni aldaydi degan gaplarni gapirib yuraveradi. Bu faqat o'ziga ziyon bundan. Biz doim moslashuvchan inson bo'lishimiz kerak. Qayerga borsak moslashadigan, ya'ni shu kompaniyani tanladingizmi? Demak, shu kompaniyaga moslashasiz. Shu kompaniyani mahsulotiga moslashasiz. Shu kompaniyani marketingiga moslashasiz. Shu kompaniyani deylik bo'layotgan deylik tadbiri bormi? Manaqa prezentatsiya taqdimotlari bormi? O'shalarga hammasiga moslashadigan inson bo'lishimiz kerak. Shunda agar moslashib borsak, ya'ni moslashgan inson, ya'ni yon atrofidagi, misol uchun yaxshilik, imkoniyat, sharoitni ko'ra oladi. Moslasha olmagan odam noliydi, faqat negativ izlaydi va o'sha negativ izlagani uchun hayotida hech qanday o'zgarish bo'lmaydi. Shuning uchun biz nima qilishimiz kerak degan savolni o'zimizga beramiz va unga o'sha javoblaringizni yozinglar, o'rtoqlar. Men tinmay yozinglar deyman. Doim mana necha paytdan buyon dars o'taman, dars aytaman, ruchka olinglar, daftar olinglar. Meni gaplarimni yozib olishga harakat qilinglar, chunki ertaga sizni komandangizda odam kelsa, sizni komandangizda hamkorlar bo'lsa, nimani o'tib berasiz? Qaysi darsni o'tib berasiz? Bularga dars o'tib bering deysizmi? Men o'tiraman. Men bu narsadan vaqti qo'rqmayman. Men bu narsani tan olganman. Bu meni ishimligini tan olganman. Shuni orqasidan daromad qilaman. Shuni orqasidan hayotim o'zgargan. Shuning uchun men o'tib beraveraman. Lekin sizni taklif qilgan odam sizni tan olmay qo'yishligidan siz qo'rqishingiz kerak. Sizni komandangiz sizni tan olmasa, bu eng yomoni bo'ladi. Shuning uchun agar hozir sizni komandangizga odam kelmayotgan bo'lsa, agar sizni komandangizda hech kim xarid bo'lmayotgan bo'lsa, demak bilingki, siz bu biznesga hali tayyor emassiz. Qachon siz tayyor bo'lasiz, shunda Alloh sizga berishni boshlaydi. Tayyor emassiz deganda nimani tayyormiz? Demak, bilmaysiz degan hali marketingni ham bilmaysiz, mahsulotni ham tuzuk bilmaysiz, tizimni ham bilmaysiz va o'sha kimnidir deylik, qaysidir tanishingizni, qarindoshingizni ishontirib bu biznesga olib kelib turib o'qitmaysiz, o'rgatmaysiz, hech narsani kerak bo'lsa savol bersa javob ham bera olmaysiz.
Mana shu narsa bizni juda ham katta xatomizdan sanaladi. Shuning uchun o'rtoqlar, xulosani o'zimiz qilishim ham bir odam o'ziga xulosasini qilsin, o'zini o'zgartirish uchun o'ziga o'zi savol bersin. Meni birovdan misol uchun nimam kam? Meni misol uchun o'zingizda o'sha atrofingizda, yon atrofingizda, qo'ni-qo'shni yoki kompaniyada yoki ishlayotgan joyingizda qayerda yoki sizni ko'z o'ngingizda o'sha hayotini chiroyli qilib o'zgartirgan insonni aytishingiz mumkin-ku. Misol uchun meni o'shandan nimam kam? Misol uchun meni Zilola opadan nimam kam? Men nima zo'r trening o'tolmaymanmi? Men mahsulotni tushuntirib bera olmaymanmi? Men lider bo'la olmaymanmi? Yoki deylik men boy bo'la olmaymanmi? Men boy bo'lishga loyiq emasmanmi? Men dunyoni ko'rishga loyiq emasmanmi? Unga ham, menga ham Alloh bir xil imkoniyat bergan-ku. Men ham oyoq qo'lim bor, meni ko'zim ko'radi, men ham sog'lomman-ku. Nima uchun men u qila olgan ishni men qila olmaymanmi degan savollarni o'zingizga juda ko'p bering. Bilasizmi nima? Bitta sizga yaxshi anoni o'rgataman, motivatsiya olishni. Men internetda ijtimoiy tarmoqlarga nima uchun ko'p kiraman? Men juda ko'p kiraman va bekorchi anovi ijtimoiy tarmoqdan kim nimalarni qo'yadi-ku odamlar. Qayerdagi misol uchun artistmi yo deylik kiyimmi yoki deylik bir nimalarini men ko'rmayman shularni o'rtoqlar. Men o'tkazib yuboraman. Menga motivatsiya beradigan narsani izlayman. Misol uchun shunday insonlar bor, haqiqatda mana hayotda aynan kompaniyada shu qiziqtiradi meni. Boshqa biznesda emas, aynan shu kompaniyada katta уже ishlab, katta muvaffaqiyatlarga erishib, hayoti shunaqa chiroyli o'tyapti. Oilaviy deylik farzandlari bilan, eri, bola chaqasi bilan qayerdadir chiroyli dam olyapti. Shularga imkoniyatlari yetyapti. Mana shunaqa chiroyli tadbirlarda, chiroyli shu yurish kiyimlarda yoki kvalifikatsiyalarini, misol uchun katta kvalifikatsiya, eng yuqori kvalifikatsiyalarda chiqib mukofot olishlari, men ana shunaqa narsalarni tomosha qilib o'zim motivatsiya olaman. Ya'ni men o'zimni joyimdan turg'iztiraman. Ya'ni o'tirmasdan tur, nima qilyapsan? Senga ham shunaqa imkoniyat berilgan-ku, nimaga o'sha qiladi? Nimaga men qila olmayman? Nima men sahnaga chiqa olmaymanmi? Men gapira olmaymanmi yoki men taqdimot o'ta olmaymanmi yoki men marketingni bilmaymanmi? Tinimsiz shunaqa savollar bilan men o'zimni ishga majburlayman. Misol uchun men ham uyda o'tirishim mumkin. Hech narsa qilmaslik dangasa har bir insonni ichida shunaqa katta bir dangasa maxluq borki, u sizdan kuchli-da. Sizni o'tir, yot, dam ol, mazza qilib uying bor-ku, sovuqda nima qilasan, chiqib tashqarida qor yog'yapti, yomg'ir yog'yapti, chiqma deydigan shunaqa maxluq borki, mazza qilib uyda o'tirasiz, ovqat pishirasiz, qorningiz to'q-ku, och yemasan. Bolalaringizga ham masalan, hay endi zo'r bo'lmasa ham yetkazib turibman deysizda, shu bilan uyda o'tiraverasiz. Shuning uchun orzu yozish texnikasini qanday o'rgatgan bo'lsam, shunday qilishga harakat qiling va o'zingizga o'zingiz motivatsiyani bering. Men qila olmaymanmi, men o'ta olmaymanmi degan narsani ayting va o'zingizga men qila olaman, bajara olaman deng. Qancha ko'p aytsangiz, shuncha ko'p qila oladigan bo'lasiz. Tomog'im qichib ketdi gapiraverganimdan. Daftar olamiz bugun, yozamiz. Men nima uchun bu biznesga keldim? Javoblarini yozasiz. Nima uchun kelganingizda? Nima olmoqchisiz? Qachonga olmoqchisiz? Uni ham yozasiz. Bitta ikkita yozmang, ko'p yozing. 1, 2, 3, 4, 5, 10, 20, 30 yozavering. Bemalol hammasini yozing. Chunki biz 3 yillik, 5 yillik orzularimizni yozishimiz kerak. Keyin kimga qanchalik yordam bermoqchisiz? Biznesingizda qanday kimga yordam berishingiz kerak? Ya'ni siz muvaffaqiyatga chiqishingiz uchun kimnidir muvaffaqiyatga chiqarishingiz kerak-ku. Taklif qilgan odamingizga qanday yordam berishingiz kerak?
bitta katalogcha podarka qilasizmi? Kimnidir biznesga taklif qilmoqchisiz yoki qilgansiz, mahsulot bering, yeb ko'rsin, mang bitta yeb ko'ring bu narsani mahsulotdan degustatsiya qilib sovg'a qilib yuborishingiz mumkin. Mayli, haqiqatda o'sha mahsulotga muhtoj inson bor, sog'lig'i yaxshi emas, bersak yaxshi, oladi, ichadi. Biz uchun yaxshi. Endi demoqchiman, sotamiz bu narsani, to'g'rimi? Lekin chiqim uchun, ya'ni kimga nima bilandir yordam bermoqchiligimiz uchun, ko'rsatishimiz uchun ham shunaqa qilishimiz kerak. Hamkorlarimiz, agar sizni hamkoringiz biron ish qildi, xarid qildi, kimnidir o'zi xarid bo'ldi yoki kimnidir xarid qildi, tabriklash kerak, maqtash kerak, qarsak chalish kerak, nimadir kichikroq sovg'a berish kerak. Qachon qayerga bormoqchiligingizni rejasini qilasiz, planingizni qilasiz va nimalarni o'rganishingiz kerak. Buni hammasini yozing va bittama-bitta o'rganishga harakat qiling. O'rganmasangiz komanda qila olmaysiz. O'rganmasangiz hayotingizni o'zgartira olmaysiz. Sizga hayotingizda doim xalaqit qiluvchi, bu ishni qilma, nima qilasan, qo'ysangchi deydigan odamlar topiladi. Sizda yo'ldan uruvchi insonlar doim topiladi. Quloq solmang hech kimga. Har birimiz уже yoshimiz katta, yosh 18-20 yosh emas deb quloq soladigan. Har birimiz o'zimiz qarorimiz chiqara olamiz. Shuning uchun o'zingizga yo'lingizni topib olsangiz, yozsangiz, qaroringizni chiqarsangiz, haqiqatda shu biznesga nima uchun kelgansiz? O'sha chorniy brilliantgacha chiqmoqchimisiz? O'sha brilliantga chiqqaningizda siz necha pul daromad olayotgan bo'lasiz? Shuni bilishingiz kerak siz. Misol uchun, qora brilliant eng katta o'sha yuqori kvalifikatsiyaga chiqmoqchisiz, bo'lishni xohlayman deydi. Hamma nima xohlaysan degan savol berganda, taqdimot payti darslarda u eng katta statuslar aytadi. O'sha darajaga yetaylik biz ham. O'sha darajaga yetib yuraylik. Xo'p, o'sha darajaga mayli yetdingiz. O'sha paytda sizning hayotingiz qanaqa bo'ladi? Siz qanaqa daromad olayotgan bo'lasiz o'sha payt? Shuni bilasizmi? Bilishingiz kerak. Shunda siz u maqsadga erishishga harakat qilasiz. Shunchaki qora brilliant. Hozirgi paytda qora brilliant Ortiqmurodov $200,000 chiqqan. 89-yilmi? 89-yil bo'ldi. Nima bo'pti u? Unga nima qilgan? Unga hech narsa qilmagan. U ham xuddi bizga o'xshagan. Shunaqa qo'lda, shunaqa oyog'i bor bola, yosh bola. Yoki uni birinchi liniyasidagi Natalya Kasimova 71 yoshda u kishi. Lekin brilliant 5 karat bo'ldi. 2 yilda ichida masalan brilliant 5 karat. O'sha Turkmanistonda birinchi brilliant 5 karat. O'zini o'sha 71 yoshda o'zini shaxsiy uyi, o'zini shaxsiy mashinasi bor shu ayol. Endi o'zingizga savol berishingiz mumkin. Nimaga u qila olyapti? O'sha qila olgan ishni 71 ga kirdi u kishi. Nima uchun men qila olmayman? Nimaga men qila olmayapman? 5 million aholisi bilan o'sha Turkmanistonda o'sha shuncha katta yoshi bilan kimlarni komanda qildi, qayerda olib keldi, nimaga qildi degan savolni o'zimizga beraylik. Nimaga men qila olmayman degan savolni berish kerak o'zimizga. Ortiqmurod o'zini ofisini oldiga borganda menga video syomka qildi, o'zini yangi mashinasida borib, mana mashinamni menga ko'rsatdi-da, motivatsiya uchun ko'rsatdim men. Ofisini oldini rasmini ko'rsatyapti. Hamma mana brilliantlarning mashinalari dedi. Hammasini mashinasi turibdi, oq qora bo'lib, chiroyli bo'lib turibdi. Natalya Kasimovniki ham turibdi. Nima deydi? Arzon mashina emas, 40 minglik mashinalar olib olishgan. Ular $40,000 turadigan mashinani, misol uchun 71 ga kirgan ayol olib o'zini puliga, bolalariga qarab bo'lib qolmagan, pensiyasini kutib qolmagan, bolalarim pul bersa pulim bor, bo'lmasa yo'q deb o'tirgani yo'q. Hozir qilsak biz ertaga o'sha yoshda bizda shunaqa katta pul bo'lib
fundament tayyorlaymiz. Nabarot biz bolalarimizga, nevaralarimizga qancha imkoniyat beramiz, qancha imkoniyatlarni, ularning istaklarini bajarib bera olamiz. Bu sizni eng buyuk muvaffaqiyatlaringizdan bittasi bo'ladi. Bu sizga rosa quvonch, xursandchilik olib keladi. Shuning uchun biz qo'rquvlarni, mana bu tavakkal qila olmasliklarni, bir nimani qilish kerak bo'lsa qo'rquv bor. Bizda qilsam nima bo'ladi ekan? Yo buni qilishim kerak. Bitta narsada biz bir narsa qilmoqchi bo'lsak, bunday qilamiz-ku. Pulimiz hisob kitob qilishni boshlaymiz. Buni bu yoqqa qilishim kerak edi, bunga yetadimikan? Yo'q, sizni kallangizga shu keldimi, qiling. Alloh unisiga ham, bunisiga ham, munisiga ham yetkazadi. Faqat siz xohlang va so'rang. Bu narsani juda ko'p kuzatyapman. Boshqa odamlarning bunday qilayotgan ishlariga qarayman-da. Hammasiga beradi Alloh. O'zingiz ishonmasangiz qilib ko'ring shu narsani. To'xtab turing, bir xilim deydi. Hozir to'xtab turing, hozir bitta planimiz borda, shuni qilib olay, keyin buni qilaman. To'xtab turing, hozir uyimizda maraka o'tkazyapti. To'xtab turing, hozir bitta bolamga uni olib berishim kerak edi. Ana shunaqa narsa bilan biz biznesimizni to'xtatamiz. Biz buni birinchi o'ringa qo'yaylik, bu bizga pul keladi-ku, zato keyin hammasini shartlatib qilib beraveramiz bolalarimizga, o'zimizga hammasini qilib berishga imkoniyatimiz zo'r bo'ladi. Shuning uchun mas'uliyatli bo'lishimiz kerak birinchi o'rinda. Taqdimot o'tamiz dedik va o'tishimiz kerak. Yozdikmi, bajarishimiz kerak. Quruq gap bo'lmasin. O'zimizni biznesimizga, mahsulotimizga, marketingimizga, kompaniyamizga va eng birinchi o'rinda o'zimizga ishonchimiz bo'lishi kerak. Dangasamligimizda, ichimizdagi o'sha katta maxluqni bilan kurashish kerak, chiqartish kerak. Yaxshi bor. Men hayotim o'zgartirishni xohlayman, sen bilan do'stlashishni xohlamayman deb chiqarib tashlash kerak-da. Taklif qilib kelgan odamlarimizga mas'uliyatni olib, o'qitib, o'rgatishni, har kuni qanday bo'lyapti ishingiz, nima qilish kerak, yordam beraymi, bu yoqqa taqdimotga boramizmi? U taqdimotga borishni ham bilmaydi. Chunki siz o'qishni o'rgattirmagansiz-ku, tanishlar ro'yxati yozishni o'rgatmagansiz-ku. U faqat o'zini kallasidagi kim nechta odamni, qarindosh urug'larni bitta o'ylab chiqdi yoki telefonidan kontaktiga bir qarab chiqdi. Siz tanishlar ro'yxatini kerak bo'lsa o'zingiz ham yozmagansiz va yozishni ham o'rgatmagansiz. Shuning uchun u kimnidir taklif qilishni bilmay o'tiraveradi, o'ylanib, kim taklif qilsam ekan. Unga kimni taklif qilib odamingni taqdimot o'tib beraman degan taqdiringizda ham odam yo'q deydi u. Kimni taklif qilsam ekan deydi. Shuning uchun mas'uliyatni olamiz, faqat o'zimiz uchun emas, biznesimiz uchun va taklif qilib kelgan odamimiz uchun mas'uliyatni olishimiz kerak. Unga birga o'rgatishimiz kerak. Tanishlar ro'yxati tuzilgandan keyin o'sha nechta odam yozsangiz yozasiz. 1000 ta, 2000 ta, 500 ta, 200 ta hammada har xil bo'ladi. Lekin agar siz qoidasi bilan yozsangiz 1000 tadan oshishi aniq. O'shani ichida, misol uchun, har kuni o'sha tanishlar ro'yxatidagi odamlaringiz ichidan har kuni 5 ta odam taklif qilishingiz kerak. Uning uchun ichidan 35 ta odam ajratib olasiz. Har kuni 5 ta taklif qilasiz. Bir haftada demak 35 ta odam ketadi. Bir haftada 35 ta odam ketsa, demak 4 haftada sizda 140 ta odam bo'ladi. Demak, bir oygacha 140 ta, 150 ta odamga taqdimot qilishingiz kerak. Mahsulotni, marketingni, kompaniyani gapirishimiz kerak. Ichidan albatta bitta hisob kitob qilib, bitta statistika qiling. Mumkin emas siz agar 150 ta odamga taqdimot qilsangiz, hech kim xarid bo'lmasligi. Statistika ishlaydi.
hech bo'lmay qolganda sizda ikkita xarid bo'ladi. Bo'lmasam bizda холодный kontakt emas-ku bular hammasi. Теплый kontakt, issiq kontaktlar bo'lgani uchun bizda misol uchun ikkita emas, 6 ta ham bo'lishi mumkin, 8 ta ham bo'lishi mumkin, 150 tadan 10 ta, 15 tagacha xarid bo'lishi mumkin. Lekin o'sha 15 tani ichidan misol uchun bir nechtasi iste'molchi bo'lib qoladi. Bir nechtasi shunchaki eshitib, mahsulotni ko'rib, indamay ketib qoladi. Bir nechtasi deylik sotuvchi bo'lib qolishi mumkin, bir nechtasi nolib yuruvchi bo'lishi mumkin, negativ izlab yuradiganlar bo'ladi. Ichidan sizga 2 ta litr chiqadi. Aniq chiqadi 2 ta litr. Agar 150 ta taqdimot qilsangiz, 2 ta litr tayyor bo'ladi. Uni siz o'qitib, o'rgatib, chaqaloqchaday qaraysiz, o'rgatasiz, o'qiysiz, o'rgatasiz, o'qiysiz, ko'rsatasiz, birga ishlaysiz va birgalikda yutuqqa chiqasizlar. 2 ta odamni siz liderda tayyorlab yutuqqa chiqarsangiz, o'zingiz tak-tak Alloh sizdan mukofotlab qo'yaveradi. Shu bilan bugungi darsimni yakunlayman. Ertaga 9 da uchrashguncha hammaga xayrli tun tilab qolaman. Yaxshi dam olinglar. Xayrli tun hammalaringizga. Meni eshitganlaringiz uchun rahmat. Minnatdorchiligimni bildiraman. Hammalaringizni yaxshi ko'raman. Ertaga soat 9 da yana uchrashamiz. Rahmat. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Ertaga.